Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda daraxtlarni payvand qilishni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladi qaychi, o'tkir pichoq. Mana shunaqa xozmaklarda bor, malyarniy pichoq. Agar shu bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bu ham o'sha xozmaklarda shunaqa joylarda sotishadi. Asli strech salafan. Agar bundan topa olishmasa, strech salafanni uzunni shu endilikda kesib olishsang bo'laveradi. Bu payvand pichoq. Bu ham o'sha o'zimizning xozmaklarda bor. Bunda ham payvand qilib ko'rsatib beramiz va bizga kerak bo'ladigan payvand qilmoqchi bo'lgan daraxtimizni o'sha hosildor, quyoshga qaragan shoxchalari kerak bo'ladi. Aslida payvand fevral oyining oxirida daraxtlar uyg'onishidan oldin qilinadi. Fevralda bizada sovuq bo'ldi. Keyin ikkinchi masala, olma daraxti kechroq payvand qilsangiz ham olaveradi, beor bo'ladi. Shuning uchun olma daraxtida qilib ko'rsataman. Agar fevralda oxirida boshqa daraxtlarda qilgan yaxshiroq bo'ladi. Birinchi navbatda kesish, qaydan kesish? Aslida pastroqdan kessak yaxshi bo'ladi. Keyinchalik yonidan shoxlar chiqqanda payvand qilingan shoxlar aralashib ketib qolmaydi. Bizga men qayerdan payvand qilganimni bilaman. Shuning uchun teparoqdan yosh bolalarni qo'li yetmaydigan joydan kesib olamiz. Mana bu yerni ko'rsatingda. Mana bu joyi tekisroq joydan yuqorisidan kesamiz. Kesib oldik. Keyin ozroq olib tashlaymiz va e'tibor berasizlar. Buni mana shunday qo'yganda bu iloji boricha tashqariga qarashligi uchun bu tomondan terisini qoldiramizda. Mana bu tomonni olib tashlaymiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Uchi uchqurroq bo'lib boradi. Mana bu terisi qolish kerak. Shuncha kesib oldik. Endi orasini ochamiz. Ochib oldik. Endi tayyorlab olgan novdachamizni joylashtiramiz. Joylashtirganda e'tibor berishlaringiz kerak. Mana shu joyi terisi bilan terisi bir-biriga tushsa, daraxtimizning payvandini olishi oson bo'ladi, chunki ozuqa teri orqali yuradi daraxtlarda. Bo'ldi, buni bog'lash, hech narsa qilish shart emas. O'zi qisib qoladi. Strech salafanimizni olamiz va yaxshilab havo kirmaydigan qilib aylantirib chiqamiz. Astrogagacha qilib qo'yamiz. Agar shamol kiradigan bo'lsa yoki havo kiradigan bo'lsa, payvandni olish ehtimoli kamayib ketib qoladi.
buni yaxshilab o'zini ip sifatida foydalanib o'ziga bog'lab qo'yamiz. Payvantimiz tayyor. Xo'sh, endi bu ko'karganda ham videorolik qilib chiqamiz. Videomiz sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda bundan qiziqarli, keyingi videomizda o'sha Xo'jmaylarda sotiladigan payvand apparatda payvand qilib ko'rsatib beramiz. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling.